Shuningdek, xotinlar birlariga birlari bergan ahdlariga vafo qilishlari kerak. Bir-biriga vafodor bo'lish kerak. Masalan, xotin chiroyli paytda oladi erkak uni. O'sha xotin shu erkakni deb keyin xunuk holatga keladi. Shu erkakning xizmatini qilib charchaydi. Shu erkakning xizmatini qilib terlab pishnaydi. Shu erkakka bola tug'ib beraman deb ayol kishi qattiq qomatini yo'qotadi. Terilari bujmayadi, semiradi, chiroyi ketadi, sochlari to'kiladi, tishlari to'kiladi kerak bo'lsa. Endi mana shunda vafo chiroyli paytda chiroyidan foydalanganingdek, endi xunuk paytida ham unga sabr qilishliging. Buni sabr qilish deb nomlayapmiz, chunki yaxshi ko'rishga inson buyurilmagan, shuni biling. Inson vafoga buyurilgan. Yaxshi ko'rish bu Allohning qo'lidagi narsa. Inson lekin vafoga buyurilgan. Vafo degani Bismillahirrahmanirrahim. to'rtinchi nasiba. Odamlarga ham vafodor bo'lish kerak. Oldi sotdida yuqorida aytdik, Shuayb alayhisalom qavmlarini kelib mana shunga da'vat qilganlar. Oldi sotdida vafodor bo'linglar. Mutaffifin surasi mana shu uchun tushdi. Odam birovlardan haqqini o'zi to'lig'icha olib, lekin birovlarga haqqini berishga kelganda har xil bahonalar qilib, urib qolishga harakat qilishligi mutaffifinlik deyiladi. Tarozidan urib qolish yoki bir odamni ishlatganda pulini cho'zib bugunida ertayda qilib haligi odamni sudrab yurib zo'rg'a mayda-chuyda qilib beradi. O'zi bir joyda ishlasa, o'sha yerda peshana teri qurmasdan turib pul talab qiladi. Kerak bo'lsa oldindan olib pulni. Mo'min mana shunaqa bo'lmaydi. O'zini haqqini kechiktiradiki, lekin birovning haqqini kechiktirmaydi. A'tul ajira haqqahu qabla an yajuffa irquhu deyilgan. Xizmatkorga peshonasining terisi qurmasdan haqqini beringlar. Shuningdek, xotinlar birlariga birlari bergan ahdlariga vafo qilishlari kerak. Bir-biriga vafodor bo'lish kerak. Masalan, xotin chiroyli paytda oladi erkak uni. O'sha xotin shu erkakni deb keyin xunuk holatga keladi. Shu erkakning xizmatini qilib charchaydi. Shu erkakning xizmatini qilib terlab pishnaydi. Shu erkakka bola tug'ib beraman deb ayol kishi qattiq qomatini yo'qotadi. Terilari bujmayadi, semiradi, chiroyi ketadi, sochlari to'kiladi, tishlari to'kiladi kerak bo'lsa. Endi mana shunda vafo u chiroyli paytda chiroyidan foydalanganingdek, endi xunuk paytida ham unga sabr qilishliging. Buni sabr qilish deb nomlayapmiz, chunki yaxshi ko'rishga inson buyurilmagan, shuni biling. Inson vafoga buyurilgan. Yaxshi ko'rish bu Allohning qo'lidagi narsa. Inson lekin vafoga buyurilgan. Vafo degani sezdirmasliging endi ana shuni unga. Hech kim senga qalbingni majburlab bor yaxshi ko'rib kel, yaxshi ko'r deb majbur qilmaydi seni. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hattoki mana ey Robbim, men qo'limdagi taqsimim mana shu deganlar. Ammo qo'limda bo'lmagan narsaga, seni qo'lingda bo'lgan narsaga men javobgar qilma deganlar. U nima? Hamma ulamolar aytganki, buni tafsirida Rasulullohning qo'lida bo'lmagan, Allohning qo'lida bo'lgan narsa bu muhabbat. Inson bunga javobgar qilinmaydi. Bor yaxshi ko'r. Ana shu haligi 18 yoshida qanday yaxshi ko'rgan bo'lsang, shunaqangi yaxshi ko'r deyilmaydi senga. Bu imkonsiz, tabiiy. Lekin vafo deyapmiz. Vafo. Endi shuni shunaqa deb ayblama, haqoratlama, shunaqa deb ko'chaga chiqarib tashlama, talog'ini berib. Albatta qarz bir qo'ldan chiqmaydi. Bu yerda u xotinlarga ham shunaqa vafodorlik lozim. Ular ham erini ishi yurishib turgan paytda, eri yosh yigit bo'lgan paytda u ham shunaqa eridan foydalanadi, lekin ishi yurishmay qolsa, ertaga keyin har xil bahonalar bilan uni ajrashishni istaydi. Boshqaga tegis kelib qoladi. Bulardan ham ayb o'tadi. Keyin mana shu sababdan ham ko'pincha erkaklar ayolda ham shu yuqorida aytilgan ayblarini yuziga sola boshlaydi. O'zingning ahvolingga bir qara deydi. Qarz bir qo'ldan chiqmaydi. Shuning uchun oila, biz doim aytamiz, bu haq huquqlar ustigagina emas, fazilat ustiga quriladi. Vala tansavul fadda baynakum, Alloh oyatda aytgandek, o'rtanglarda fazilatni unutmanglar degan. Oila haqida kelgan oyat ayni mana shu. Ya'ni bir-biriga inson bir fazlini e'tirof etish kerak. Haqqini vafo qilishligi kerak. Xosatan shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam inna haqqa shuruti antuhu bihi mastahlaltum bihil furuj deganlar. Sizlar vafo qilishligingizlarga eng haqli bo'lgan shart, eng vafodorlik nimada ko'rinar ekan? Avratlar halollanganda qo'yilgan shartlar deganlar. Ya'ni ana shu nikohdagi shartlar degani. Erkak nima va'dalar bergan xotiniga, xotin nima va'dalar bergan eriga, bo'ldi shuni turib berish kerak. Ana shu vafodorlik deyiladi. Ana shuning uchun Musa alayhisalomni siratlarida keldi.
Qaynotalar u kishiga nikoh paytida shart qo'ydi. 8 yil menga ishlab berasan dedi. Payg'ambar odam 8 yil qo'y boqish kerak qiling. Firavunlar oldida turadigan payg'ambar. Ana shunda u kishi 8 yilda 10 yili bilan qo'shib oshig'i bilan vafo qilganlar. Qaynotalar u kishiga 10 yil qilsang o'zingdan degandi, shart emas. U kishi o'shanda qarang, masalan 6 yil xizmat qilib keyin bir bahona qilib, men bir ahlimning oldiga borib kelay, ota-onamni, men ham ota-onam bor deb qochib ketmaganlar. Yo'q. Turganlar 8 yil. Balki oshig'ini ham qilganlar. Ana shu muvaffiylik deyiladi-da. Bir odamga shunday qilib ahd bergan bo'lsangiz, shunday vafo qilasizki, u sizdan shart darajasida talab qilmagan ishlarni ham qilib berasiz kerak bo'lsa. Mana 8 yilda shart qilingan bo'lgan, 10 yil qilsang o'zing ixtiyoringdan degan bo'lgan. Musa alayhisalom 8 yilda to'liq qilib 10 yil bilan oshirib, bajarib, keyin Misrga yo'lga chiqqanlar. Mana shu muvaffiy vafodorlik deyiladi. Hozir masalan nikoh paytida odamlar qancha shartlarni qo'yadi. Keyin janjallarni ko'ring. O'qitaman degdi, o'qitmayapti. Uy qilib beraman degdi, uy qilib bermayapti. Falon so'm mahr beraman degdi, bermayapti. Xo'p, endi buni talab qilishligi ham o'zi shu nikoh paytida shunaqa uy joyda, katta bir mahrni o'zi bu ham yaxshi narsa emas. Uni ham o'nda aytganmiz. Lekin nima bo'lganda mayli talab qildi. Sen va'da beribsan. Bo'ldi, endi turib berish kerak. Aks holda va'da bermaslik kerak. Ko'rpaga qarab oyoq uzatishligi kerak inson.